Men müşahede üzünün begida zilal pakiz su eqib tusa Ataydan yündiçiliki kötürep berip, xalqning sesip qalgan yündi yalıqıdan su içip, yündi yalıqıga toşqan çilek bilen masume, günahsız ayolini yuqumlandırıvatqan erlerge şunu demekçimenki, napak cinsi turmuş sizni yegi qalatmay qalmaydı. Ayollar ayıqıdan qeriydi. Ayollar ayıqıdan ağrıydı. Ayol zade vicdanını pak tutup, işten begini mahkam saqlayalasa, ayıqıdan napak cinsi turmuşdan saqlanalasa, o haqiqiy baxtlik ayol. İşten beği boş, suyuq, g'iljin, bir erkishini ko'p bo'g'uchi shalusini iqtidigan, ruhiy dunyosi xunuk odamiyligini yo'qotgan ayollar nurg'un oilalarni vayron qildi, nurg'un kishilarga siblisni yuqumlandirdi. O'zimi qoldi bu baloga, birovnimi ko'tarib qo'qqisiz dardi balo patqiqiga boshlab kirdi. Shunga mush fohishalarga deydiganim insoniy fazilat shundoqla adab axloqni chiqish qilib, eng muhimi hayotni qadrlab, jinsiy yuqumli kasalliklardan yiroq yashanglar. Erlarimizmi vicdaninglarni, g'ururinglarni, pokliginglarni saqlab, tumuringlarda qaninglarning pokiz eqishiga kapolatlik qilinglar. Pokiz qon sog'lomlikni ilgari sursa, paskina qon yuqumga boshlaydi. Qani buzilgan millatdan yaxshi avlod chiqmaydi. Buzuq qonni ko'tara yurib topgan bola buzuq qonliq tug'iladi. Yuqumluq kasalliklarni avlodlarga miros qoldirmayli. Xalqi olam oldida rasvolik bilan o'lib ketmayli degan do'stlar, odimiy axloq, shundoqla axloq fazilatni istil jihatdagi durustlikni o'ziga o'lcham qilib, o'zining qonunliq jo'risi bilan sog'lom, sifatli avlod qoldirishni maqsad qilib, er-xotinlik munosabatni sog'lomlikning asosi ustiga qurib davomlashtirishi, inoq, baxtli oila qurishi. Allaqachon yuqumlanib qolgan do'stlar Allah kalla deb çeşni julup bir aram boğan bilen keyinki pushman payda bermaydi. Endi sizden qildigan işiniz açık reallikni qabul qilib, bizdek tibib doktorlarning sog'lomlik tavsiyasiga quloq soling.